هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nur tefsiri 32. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn-i Kethir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nur suresi 32. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'da'udu billahi mineşşeytanirracim. Arаңlardaki boytaq ayollarning ve yaxshi qul ve yaxshi cho'rilaringlarning beshini o'nglab qo'yinglar. Agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Allah ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Allohning karimi kengdir. Allah bendilerinin menfaatini bilgiçidir. Öylenelmeydiganlar Allah ularını öz kerimi bilen bay kılgıça özlerini iffetlik tutsun. Kullarınlardan toxtam tüzüşünü tileydiganlar, yani hocasıga muayyen pul mal töleş şerti bilen özünün azat kılınışını tileydiganlar bilen eğer ularının sadaqatini bayqısanglar, toxtam tüzünglar. Sizlarga Allah ata qilgan mal mulkning bir qismini o'zlarini azod qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishni xohlasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni fohishaga majburlamanglar. Kimiki ularni fohishaga majburlaydi ekan, mecburlangandan keyin Allah ularni mag'firat qilg'uchidir. Ularga rahim qilg'uchidir. Ya'ni podshohiga majburlanganligi uchun, poyshiga majburlanganligi uchun Allah ularni javobgarlikka tortmaydi. Majburlovchilarni qattiq jazolaydi. Ey mu'minlar, biz sizlarga ro'shan oyatlarni, sizlardan ilgari o'tgan ummatlardan misollarni va taqvodorlar uchun va'z nasihatlarni shak shubhisiz nozil qildik. To'y qilishga buyurish, rag'batlantirish to'g'risida. Bu oyatlar keskin va aniq bo'lgan bir necha xil hukmlarni o'z ichiga oldi. Alloh taolaning aranglardaki boytaq ayollarning ve yaxshi qul ve yaxshi cho'rilaringlarning beshini o'nglab qo'yinglar degan oyati o'yinlashga berilgan buyruqdir. Bu haqda İmam Buxoriy ve Muslim İbn Mas'uddan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey yoshlar guruhi, ishchinglardagi to'y qilishga imkoniyati borlar to'y qilsin. Chunki to'y qilish ko'zni namahremga qaratmaydi ve avratni zina qilishdan saqlaydi. To'y qilishga imkoniyati yo'qlar ro'za tutsin, chunki ro'za uni tizginlaydi. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda mundaq dedi: To'y qilinglar, bola yuzi ko'ringlar ve nesl qoldiringlar, chunki qiyomat kuni men sizlarning ko'pliginglar bilan boshqa ummatlarga faxrlanaman. Eğer ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Allah ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi.
Allah Teala bendilerini öyünüşke rıhbetlendirdi. Allah Teala meyli hür, meyli kul bolsun, öyünüşke buyurup, öyünüşke buyurdu ve ulanı bayqılıdığanlıqı bilen vədi bədi. İbn Cerir İbn Mesud'nun sizler baylıqını öyünüşten izdenler. Çünkü Allah Teala eğer ular yoksuz boladigan bolsa, ularning yoksuzluğu sizlerning ularning beshini onglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Allah ularni o'z karimi bilan boy qiladi dedi. Deganligini rivoyat qiladi. Bag'abimu Umar radhiyallohu anhudan shuningdek so'zni rivoyat qildi. Muhammed İbni Acalan Abu Hurayre'den Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala yordam qilishni ustiga olgan 3 turli kishi bor. Ular bo'lsa iffetni ko'zlab to'y qilg'uchi, berishni ko'zlab ma'lum miqdorda bersa hur bo'lib ketishga xo'jayini bilan tutishgan qul va Allah Teala'nın yolunda urush qilg'uchilardir. Bu hadisni İmam Ahmed, Tirmizi, Nesai ve İbn Majah qatorliqlarni rivoyat qildi. Peygamber Aleyhisselam iştinidan başqa narsasi yo'q ve to'yliq uchun oddisi tömürden sokulgan özgümü tapalmagan bir kişini o şundaq pekir tusumu o kişi bildiğin bir nece sürülerini ügütüp koyuşunu ayalga berdiğin toylıqı dep öylep koyganlıqı rivayet kılıngan. Hamma kişiler pekir bolsumu öylengenlerge Allah Teala'nın yeterlik rızık bergenlikini bilidi. Hamma kişiler pekir bolsumu öylengenlerge Allah Teala'nın yeterlik rızık bergenlikini bilidi. Öylenmeydiganlarni iffetlik boluşqa buyurishda olsa da. Öylenmeydiganlar Allah ularni öz kerimi bilen bayqıygıça özlerini iffetlik tutsun. Allah Teala bu ayette öylenmeydiganlarni özlerini haramdan saqlashqa buyurdu. Bu vaqtda Peygamber Aleyhisselam mundaq dedi. Ey yaşlar guruhi, işçinglardaki toy qilishqa imkon itibarlar toy qilsin. Çünkü toy qilish ko'zni namahramga qaratmaydi ve avratni zina qilishdan saqlaydi. To'y qilishga imkoniyati yo'qlar ro'za tutsin, chunki ro'za uni tizginlaydi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Allah Taolaning o'ylanmaydiganlar Allah ularni o'z karimi bilan boy qilg'icha o'zlarini iffetlik tutsin degan oyatining hukmi umumiydir. Ammo Allah Teala'nın sizlerden mümin ayollardan ilişki qurbi yetmeydiganlar qol astidagi mümin cho'rilardan alsin. Allah imaninglarni obdan bildi. Yani ularning sirtqi ko'rinishiga qarab eliveringlar. İchki ahvolini Allah'a topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindoshsizlar. Ularning xo'jalarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa asanlar bo'ladi. Ularga mahrlarini kemaytib etmasdan va kechiktirmasdan beringlar. Lekin ular oshkor zina qilmaydigan, yoshirin ajni tutmaydigan afifa bo'lishlar kerak. Agar ular ergi tekkendan keyin fahisha qilsa, ularga hur ayollarga beriladigan jazoning yerimi berilishi kerak. Bu yani çöğürlerinin nikahlap iliş
aranglarda zinaga mubtila bolup qilishdan qo'rqqan kishi uchundir. Sabr qilalarsanglar sizlar uchun yaxshidir. Allah nihayet mağfiret qilg'uchidir, nihayet mehribondir degan oyati yuqoridagi oyatga qaraganda xasroqdir. Sabr qilalarsanglar sizlar uchun yaxshidir, ya'ni mu'min cho'rlarni ammag'ininglar sizlar uchun yaxshidir. Chunki uningdan tug'ilgan bola qul bo'ladi. O'ylanolmaydiganlar Allah ularni o'z karimi bilan boy qilg'icha o'zlarini iffatli tutsin. Bu oyatning ma'nosi haqida Akrima bu ayolni ko'rib o'zida ayolga qarata bir his tuyg'uning qo'zg'alganligini his qilgan kishidir. Agar uning halol ayoli bo'lsa, berib o'zining hojatini shuning bilan qondirsin. Agar uning ayoli bo'lmasa, toki Alloh taolo uni boy qilg'icha u osmonlarning ziminning ajoyiblariga qarasin dedi. Qullarning ichidan to'xtam tuzishni xohlaydiganlar bilan to'xtam tuzish to'g'risida. Qullaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqasanglar, to'xtam tuzinglar. Alloh taolo bu oyatda xo'jayinlarni qullari ulardan to'xtam tuzishni talab qilsa, qullarning to'xtamda kelishgan pul mollarni ado qilish uchun ularning hunari va yoki kasbi bo'lish sharti ostida qullar bilan to'xtam tuzishga buyurdi. İmam Buxoriy Ravhdan İbn Jurayjning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Atoiga men qulimning pul meli borligini bilsam, uning bilan to'xtam tuzish farz bo'lamdi dedim. U men farz bo'ladi deb qarayman dedi. Amr ibn Dinar mundaq deydi. Men Atoga sen bu hükümni başka birisinden rivayet kılıvatamsan dedim. Atay, yo'q, lekin bana Musa ibn Anas ibn Sirin'nin Anas'tan to'xtam tuzishni talab qilganligini, ibn Sirin pul meli jiq odam bo'lsa-mu, Anasning uningga unamaganligini, shuning bilan ibn Sirin'nin Ömer radiyallahu anhu'nun qishig'i borganligini, Ömer radiyallahu anhu'nun Anasni to'xtam qilishga buyurganligini, Anasning yana unamaganligini, ondan Ömerning uni qamchilaganligi, Alloh taolaning qullaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqasanglar to'xtam tuzinglar degan oyatni o'qiganligini, ondan Anasning ibn Sirin bilan to'xtam tuzganligidan xabar bergan edi dedi. Bu asarni İmam Buxoriy shunday rivoyat qildi. Abu Razzoqmu ibn Jurayjning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Atoga men qulimning pul meli borligini bilsam, uning bilan to'xtam tuzishim farz bo'lamdi dedim. U men farz bo'ldi deb qarayman dedi. İbn Jarir Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbn Sirin Anasdan to'xtam tuzishni talab qiladi. Anas uning unimidi. Shuning bilan Umar Anasga sen İbn Sirin bilan to'xtamni cho'qim tuzsan dedi. Agar ularning sadoqatini bayqasanglar, ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi agar ularning jinoyatchi emasligini bayqasanglar deganlikdir dedi. Ba'zilar
Bu oyatning ma'nosi agar ularning sadoqatini bayqasanglar deganlikdir dedi. Yana ba'zilar bu oyatning ma'nosi agar ularning mol-mulki borligini bayqasanglar deganlikdir dedi. Ve ba'zilar bu oyatning ma'nosi agar ularning kasb hunur borligini bayqasanglar deganlikdir dedi. Sizlarga Allah ato qilgan mol-mulkning bir qismini özlerini azat qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Ya'ni Allah Taala ularga berishni farz qilib bekitgan zakotdagi nisibini beringlar, nisibisini beringlar. Bu Hasan Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, onun otisi ve Muqatil ibn Hayyan qatorliqlarning ko'z qarashidir. Bu qarashni Ibn Jarir to'g'ri deb qaradi. Bu oyatning ma'nosi haqida İbrahim Naxai mundaq dedi. Allah Teala meyli kulunun xo'jayini bo'lsin, meyli boshqasi bo'lsin, kishilarni qulga yordam qilishga rag'batlantirdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Burayda ibn Husayb Aslami ve Qatada qatorliqlarmi shundaq dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas mundaq dedi. Allah Teala mu'minlarni qullarga yordam qilishga buyurdi. Cho'rilarni zina qilishga majburlashdan to'sish to'g'risida. Agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishini xohlasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni fohishaga majburlamanglar. İslam kelishdan burunqi davrda cho'rilari bor kishilar cho'rilarini zina qilib kelgili avat etdi. Ularga seliq selib, seliqni har vaqt elib turadi. İslam dini kelgandan keyin Allah Taala mu'min bandalarni bu ishdan to'sdi. Ko'plagan salaf va xalaf tafsirshunoslar bu oyat Abdullah ibn Ubay ibn Salul to'g'risida tushgan deydi. Chunki uning cho'rilari bor bo'lib, u ulardan kerim undirish, bola ilish va o'zining xo'jayin ekanligini ko'z tutib qo'yish uchun ularni fohishvozlik qilishga majburlaydi. La ilaha illalloh Muhammad. Tuvandikilari mush to'g'risida kelgan asarlardir. Hafiz Abu Bakr Allah Teala onun rahmet qilsin. Zuhrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Ubay ibn Salulning Muaza ismli cho'risi bor edi. U cho'rini zina qilishga majburlaydi. İslam dini kelib Allah Teala'nın agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishni xohlasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni fohishaga majburlamanglar degan oyat tushdi. Amash Abu Sufyandan Jabirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Ubay ibn Salulning Musayka ismli cho'risi bo'lib, u uni fohishvozlik qilishga majburlaydi. U chiroyi va taq turqi yomon emas cho'ri edi. U fohishvozlik qilishga unumaydi. Shuning bilan Alloh taolo agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishni xohlasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni fohishaga majburlamanglar. Kimiki ularni fohishaga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Alloh ularni mag'firat qilguchidir degan oyatni tushirdi dedi. Nasaimu shundaq rivoyat qildi. Muqatil ibn Hayyan mundaq dedi. Bu oyat birdan cho'risini zina qilishga majburlaydigan ikki kishi to'g'risida tushdi. U cho'rining birining ismi Musayka edi. U ansorilik bir kishining cho'risi edi. Musaykaning onasi Umayma Abdullah ibn Ubay ibn Salulning cho'risi edi. Muaza ve Arva ismli cho'rilarmi mushularning o'rinda edi. Shuning bilan Musayka ve onasi Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, Payg'ambar alayhissalomga ishni bayon qildi. Ondan Alloh taolo agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishni xohlasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni fohishaga majburlamanglar degan oyatni tushirdi dedi.
Bu dünyanın azgını melin deb ularni fahişaga majburlamanglar. Ya'ni ulardan keladigan kerim, to'yliq va ulardan tug'iladigan balani deb ularni fahishvozlik qilishga majburlamanglar. Payg'ambar alayhissalom ko'z qo'yib davolaydigan kishining kerimini, fahishvoz ayolning fahishdan topgan kerimini va daxonga berilgan ish haqqini boshqalarning ishlatishdan to'sdi. Yana bir rivoyatda Payg'ambar alayhisalom fahishvozning fahishdan kirgan kerimi nejisdir, qon oladigan kishining kerimi nejisdir ve işitning puli nejisdir dedi. La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Kimki ularni fahişaga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Allah ularni mag'firat qiluvchidir. Ularga rahim qiluvchidir. Ya'ni fahişaga majburlanganligi uchun Allah ularni javobgarlikka tortmaydi. Majburlovchilarni qattiq jazolaydi. Yani mecburlangan o çörelerni Allah Teala mağfiret kılıdır. Bu vaqtda İbn Abu Talha İbn Abbas'ның undaq deganligini rivayet kılıdır. Eğer ularni mecburlasanglar şek şübhisiz ki Allah Teala ularning günahlarını kechirguchidir ve ularga rahim qilguchidir. Ularning gunohi ularni shu ishga majburlagan kishiga bo'ladi. Bu ayetning ma'nosi haqida Mujahid, Atai, Xurasani, A'mash ve Qatada qatorliqlar shunday dedi. Allah Teala bu hükümlerini yuqorida tafsili bayon qildi. Bu yerda mu'minlarga ro'shan oyatlar ilgiriki ummatlarning qissalari ve ularning Allah Teala'nın buyruqlariga qarshilik qilganligi uchun ularga tushgan azobning xabarlari ve Allah Teala'dan qo'rqadigan kishilarni gunoh va harom ishlarni qilishdan to'sadigan va'z nasihatlar bor Qur'onni tushirganligidan xabar berib mundaq dedi. Ey mu'minlar, biz sizlarga ro'shan oyatlarni, sizlardan ilgari o'tgan ummatlardan misollarni va taqvodorlar uchun va'z nasihatlarni shak shubhisiz nozil qildik. İlgirikilarning xabarlarining Qur'onda bayon qilinganligi to'g'risida Alloh taolo mundaq dedi. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishli bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Sure Nur tefsirinden 34. ayetgacha angladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.